Mana shu to'la mana shunaqa siyomasa qaltirab omuna qilib. Mana shu tualetga 5 minutda borib kelardim. 10 kun qonsiydim. 10 kun. Shuni ushlaganimda oyijon emas, dadajon deb bordim. O'ziga borsa hamma yoq tosh, pochka, qavuq, siydik yo'li, adenoma, Ama aytib все, kaput. Yoshim 75 ta. Toshkent viloyati Piskent tumanidaman. Men shopirlik qilgan masalasi temirchi bo'lganman men. 36 yil haydovchilik qildim. 4 yil zapravkada, 4 yil santexnik, svarshik, qo'limda ekipajga kulichi bo'lgan. Hayotim shu bilan o'tgan. 15 yildan baqib pensiyadaman. O'g'lim men sho'x bo'lganman. Ozgina aroq, qozon kabob, choyxona, kapchonli baliqlar, tuzli go'shtga polni urib yevorardim. Tuzlamalar. Mashlarning orqasida mana 75 yil davomida necha yil bo'lgan bo'lsa, yig'ilib qolgan ekan. 25-yanvarda 50 gram aroq ichdimda, uyga keldim, ushlanib qoldi. 10 kun qonsiydim. 10 kun. Shuni ushlaganimda oyijon emas, dadajon deb bordim. O'ziga borsa hamma yoq tosh, pochka, qavuq, siydik yo'li, adenoma, Ama aytib все, kaput. Ketding endi o'lasan. Shu bilan yurdim uyda. 50 kun uyda bo'lman. O'sha bo'lmadi. Boraman, tosh kelib qadalib qoladi. Ozgina nomiga tushadi, boradi, nima qiladi? Bu yerda kelgan hali bir ulpatimni nevarasi bor ekan, Javohir. Ozgina sababchi bo'ldi. Shunday ko'rta o'qiganda da tez yetkazib boringlar dedi. Короче, meni olib kelishdi, 17-da keldingmi? 17-martda keldik. Ko'rishdi, sraz olib kirib ketishdi. Monitorni qo'yib qo'yishdi. O yerda 1 tonna tosh, no'xatday toshlar. Adenoma, toshlar, buyrak, ikkita yonidagi siydik yo'li, siydik nimasi. Hammasini qanday tushuntirsa bo'ladi. Chaqaloqday qilib, mana shu Sanjarbek Husanovning familiyasi, shuni mana shu nimasi, brigadasi meni olib chiqib keldi. Shunda ko'rib yotdim men. Gap bo'lishi mumkin emas. Agar men boshqa joyda bo'lganimda, men chiqmas edim, o'ylardim men. Ochiqni aytib, qila olmaslar ayollar. Mana tosh ko'rsatishdi, hammasini ko'rsatishdi. Joylar zo'r, ovqatlar zo'r. Mana oying dadang ham qilmaydi o'g'lim. Hammasi. Boshqa gap yo'q. Operatsiyada bular qiynamadi meni. Shunaqa qo'li yengil ekan bularni. 4,5 soat bo'ldi. Bu hazil gap emas. Bu balaga Xudo bergan ne'mat bor ekan. Muhammad payg'ambarimiz aytgan. Allohdan nido keladi. Agar sen suygan bo'lsang, Alloh suygan bo'lsa, senga odamlarning ishini tushiradigan qilib qo'yadi. Bu balaga odamlar ishi tushgan. Bu Allohning nazoratidagi Alloh suygan banda. Mana shu yigit. Sanjarbek nima? Husanov. Siydik yaxshi mana narsa qo'yib qo'ygan mana. Borligini ham hech kim bilmaydi. Mana gapim shu. Bularga omad. Bular mashina Medvel mana shunga kelishlardan tasfiya qilaman. Ikkilanmasdan, qo'rqmasdan. Doktor zo'r. Narxlari tushib berib, buni ovqat, yotoq, bunaqacha ota-onang ham qilib bera olmaydi. Sizlarga maslahat beraman, mana shu yerga kelaversin, qo'rqmasdan. O'g'lim meni ozgina maklerlik qiladi. 4 ta rayonga biza mana o'g'lim oldi. Обязательно Piskent rayoni bo'yicha hammasiga biz hozir tavsiya qilamiz shu yerda. Men bunga faqat omad, ofiyat, katta doktor bo'lsin, xalqqa foydasi bersin, hech qachon bu yomonlik ko'rmasin. Allohu akbar.